35-40 yoshda hali turmushga chiqmagan qizlarimiz bor. Ham уже 47 yosh, to'g'rimi? Hali farzandi yo'q. Yil bo'lgan turmush qurganiga. Tuxumdonlarda folikula bitta, ikkita topiladi yo'q. Mana shunaqa ayollarga nima tavsiya bermoqchiman? Mana yoshligingizda 20-25 yosh, keling 30 yoshingizda meditsina rivojlandi. Mana muzlatib qo'ying o'sha folikulalarni, 10 ta, 15 ta sifatli folikulalarni muzlatib qo'ying. Siz 40 yoshda turmush qurasizmi, 45 yoshda turmush qurasizmi? Mana shu muzlatilgan folikulalar sizga yordam beradi. 20 yoshli folikulangizni olib, mana eko qilishingiz mumkin bo'ladi. Vaqtni o'tkazish kerak emas. Birinchi o'rinda mana oila. Erkaklar ham mutellada yurishibdi. 35-40 yoshli ayollar. Shunda sizlarda xohlasalar 40 yoshda, xohlasalar 45 yoshda mana eko orqali 20 yoshli folikulalardan soppa-sog'lom farzandlar ham tug'iladi. Chunki yosh o'tgan sari folikulalar soni kamayadi. Gen mutatsiyalari bo'ladi. Mana erining yoshi necha? 64 yosh. Da, farzandi bormi? Uni bor. Bularda yo'q hali. Da, qiyin masala.